bo'lardi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anvarjon aka, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalambor, bugungi tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Umringiz uzun, qadam-u joningiz sog'-omon bo'lsin deb qolamiz. Qarshi olayotgan bu 40 yoshingizga ilohim yana ko'p yoshlar qo'shilsin. Ayni daqiqalarda biz sizni Yurakdan xatlarim loyihasidan sizga qo'ng'iroq qilayapmiz. Bu loyihaning boshlovchisi Gulsanamxon bo'laman. Mana shunday ajoyib kun, tavallud ayyomingiz munosabati bilan loyihamizda sizni qutlash maqsadida eng yaqin insoningiz tomonidan sizga o'qib eshittirishim kerak bo'lgan tabriknomalar o'rin olgan akajon. Sizningcha mana shunday tabriknomalarni yaqinlaringiz orasidan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmayman endi yaqinlar kim jo'natdi ekan. O'zim ham bo'lgan nishon o'rnasidan hozir hayron bo'ldim. Albatta, o'zingiz o'qilyapti ekan deb. Albatta, o'zingiz birorta eng yaqinlaringizdan taxmin qilib ko'ring-chi. Sening bo'lsa kerak nazokat. Albatta, to'g'ri topdingiz. Loyihamizning bugungi tavallud ayyomi bilan sizni juda ham qattiq qadrlovchi yaqinlaringiz, singiljoningiz Nazokatxon opamiz sizga tabrik yubordilar. Salomat bo'ling. Minnatdormiz. Akajon, hamma barchasini sizga tabriknomalari bor. Ijozat bersangiz, sizga o'qib eshittirsam maylimi, eshitasizmi? Ha, mayli. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvishu olam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam, siz uchun baribir u tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, cheksiz baxt va barcha ezgu niyatlaringiz amalga oshishini tilayman. Doimo kulib yuring. Oilamizning faxri va tayanchi bo'lib yuring. Hayotingiz quvonch, baraka va muvaffaqiyatlarga to'la bo'lsin. Yangi yoshingiz sizga faqat yaxshiliklar, omad va xursandchilik olib kelsin. Sizni juda yaxshi ko'raman va har doim baxtli bo'lishingizni tilayman. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin akajonim deya singiljoningiz Nazokatxon opamiz sizga mana shunday chiroyli tabriknomalarni yuboribdilar. Hayot o'zi oliy bir hakam. Tirik jon bor, tugamaydi kam. Shukr Tangrim, yolg'iz qo'ymading, yonimda bor qadrdon akam. Yodimdadir bolalik chog'im, o'ynab o'sgan ul go'zal bog'im. Hozir esa suyangan tog'im, yonimda bor qadrdon akam. Akajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Akajon, o'zingizni yaqinlaringizga, singiljoningizga samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. Hammalariga rahmat. Salomat bo'lishsin. Sizga ham rahmat samimiy tilaklar uchun. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak.
baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.